Erkin Asya Radiosi xabarida Indoneziya hukumati 2015-yili qamoqqa hukm qilinib, yaqinda qo'yib berilgan 4 nafar Uyg'urning Xitoyga o'tkazib berilganligi haqidagi ziddiyatli xabarlarning rost yolg'onligiga tushuncha berishdan davomli o'zini qochirmoqda. Bu Uyg'urlarning oqibati haqidagi ziddiyatli uchurlar va Indoneziya doiralarining bu uchurlarga tushuncha berishni rad qilishi Uyg'ur tashkilotlarini va xalqaro kishilik huquq organlarini arsidalchilik qilib qo'ydi. Indoneziyaning Washingtonda turishliq elchixonasining axborot amaldori bu vaqtdagi xabarlarning rost yolg'onligini e'tirof qilish yoki inkor qilishni rad qildi. Elchixonaning ismini oshkorlashni xohlamaydigan bir axborot amaldori 27 oktyabr kuni Erkin Asya Radiosi muxbirining bu vaqtdagi telefon ziyoratini qabul qilib, "Men bu ishni dalillayolmayman" degan. Indoneziya hukumatining 4 nafar Uyg'urni Xitoyga qaytarib berganligi haqidagi xabarlar Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Indoneziyaning ziyorat qiladigan mazgilda tarqalgan. Mike Pompeo har qaysi davlatlarning izchil Xitoy hukumatining Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib berish talablarini rad qilishga, Xitoyning Sharq Turkistondagi bostirish harakatining terrorlik masalasi emasligini ta'kidlab, barliq davlatlarni Xitoyning Uyg'urlarni qaytarib berish talablariga qarshi turishga chaqirgan. Jakarta yer shari gazetining xabar qilishicha, Mike Pompeo ziyoratida Indoneziyadagi eng chong musulmon tashkiloti Nahdlatul Ulamoning Yoshlar ittifoqi bo'lgan Ansar yoshlar harakati bilan suhbatda bo'lganligi. Erkin Asya Radiosi Amerika tashqi ishlar ministrligiga xat yozib, Pompeoning ziyoratida Uyg'urlarni Xitoyga qaytarish masalasini kun tartib qo'ymaydiganligini so'ragan bo'lsa-mu, lekin hozir qadar javob kelmaganligi. Ammo Indoneziyaning Washingtondagi elchixonasining axborot amaldori Amerikaning har qaysi davlatlarni Uyg'urlarni Xitoyga qaytarmaslikka izchil chaqirib kelganligi. Agar Pompeo favqulodda bu masalani o'tirib qo'yib qolsa, Indoneziyaning inkosi qanday bo'ladi degan savolga uning qanday masalalarni muzokara qilishiga bog'liq ekanligini bildirdi. Indoneziya doiralarining 4 nafar Uyg'urning oqibatiga doir uchurlarning rost yolg'onligiga tushuncha berishni rad qilishi, xalqaro kishilik huquq organlarini va Uyg'ur tashkilotlarini dilg'ul qilib kelmoqda. Kishilik huquq kuzatish tashkilotining Indoneziyadagi ishxonasining tadqiqotchisi Andres Harsona o'tgan hafta kishilik huquq tashkiloti har qanday Uyg'urning Xitoyga o'tkazib berilishiga qarshi ekanligini bildirib, agar ular Xitoyga o'tkazib berilsa, ularning qonunsiz tutqun qilinishidan andish qildiganligini, hatto uningdan og'ir oqibatga qilishi, balki o'lim jazosiga hukm qilinishi mumkin ekanligini ta'kidlagan. Andres Harsonaning ta'kidlashicha, ularning 5 yillik qamoq jazosini tugatgandan keyin Indoneziyada pasport masalasidan boshqa hech qanday qonuniy masala qolmaganligini, chunki ularning Indoneziyaga qonunli kirish vizasi bo'lmaganlikdan turmadan qo'yib berilgan bo'lsa-mu, ko'chmanlarni tutib turish markazida tutib turilgan degan. Benar xabarlar to'g'ri o'tgan juma kuni 2015-yili Indoneziya doiralari tomonidan 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan 4 nafar Uyg'urning Xitoyga o'tkazib berilganligi. Ahmad Mahmud qatorliq bu 4 nafar Uyg'urlarning o'tgan oyda Xitoyga elib ketilganligini xabar qilgan. Benar xabarlarning uchurida bu xabarni Indoneziyadagi terrorlikqa qarshi turish mutaxassislarining oshkorlaganligini bildirgan. Xabarda yana ularning Indoneziyaga saxta pasport bilan kirganligi uchun ayblanib, $6812 jarimani qo'yilganligi. Jarimani pulini Xitoyning Indoneziya turistlik elchixonasi to'lab ketganligi ilgari surilgan.